Majnuntoldek boshginangni egmagil jonim, ko'zlaringdan yoshginangni to'kmagil jonim. Endi qayta uchrashmaymiz, kutmagil jonim. Nurli nurli nurga cho'mgan bir xayol bo'l. Ushbu she'rning birinchi misrasini aytganimizdayoq barcha muxlislarimizning ko'z o'ngida Siddiqjon Mahmudov gavdalanadi. Ushbu dasturimizda iste'dodli xonanda rahmatli Siddiq Mahmudov haqida ma'lumotlar berib o'tamiz. Siddiq Mahmudov Farg'ona viloyatida Qo'qon shahrida tavallud topgan. Tug'ilgan yili haqida ma'lumotga ega emasmiz. Lekin Siddiq Mahmudov 47 yoshida 4-dekabr kuni olamdan o'tgan. Siddiq Mahmudovning janozasida qatnashgan Hamza nomidagi Qo'qon drama teatri direktori Turg'unali Oripov Siddiq Mahmudov haqida iliq fikrlar bildirdi. Siddiq Mahmudov hech kasal bo'lmasdan to'satdan 47 yoshida olamdan o'tdi. Bu yigitni 17 yoshidan bilardim. O'zim qo'lidan ushlab to'ylarga olib borgan edim. Bu ashulachi o'zining Majnuntol qo'shig'i bilan nafaqat vodiy, nafaqat O'zbekiston, balki qo'shni respublikadagi yosh-u qari o'zbek tinglovchilari qalbini birdaniga zabt eta olgan, deya gapiradi Turg'unali Oripov. Siddiq Mahmudovning hech qanaqa unvoni bo'lmagan va musiqiy saboq ham olmagan. Ammo uning martabasi juda ham ulug'dir. U chinakam xalq qo'shiqchisi edi. Dard bilan kuylar edi. Alloh rahmat qilsin. Qizlariga sabr bardosh tilayman. Rahmatlidan 3 ta qiz qoldi. O'g'li yo'q edi. Qizlarini juda yaxshi ko'rar edi, deydi hofizni so'nggi yo'lga kuzatgan Turg'unali Oripov. Xalq sevgan qo'shiqchi Siddiq Mahmudov xalq sevgan qo'shiqchi edi degan e'tirof haqiqatda to'g'ri, deydi u haqida farg'onalik bir inson. Siddiq Mahmudovning 10 ta qo'shig'ini yoddan bilaman. Bu xalqning dardini, ko'nglidagi gaplarni qo'shiqqa sola olgan ashulachi. U hozir O'zbekistonda yuzlab ashulachilar ham bor, ammo Siddiq Mahmudovdek chin ko'ngildan kuyla ololmaydi, deya ta'rif beradi. Siddiq Mahmudovning ushbu muxlisi Majnuntol qo'shig'ini butun chet eldagi o'zbeklar, nafaqat O'zbekistonda, balki chet elda ham hamma chin dilidan sevib tinglashini hamda xirgoya qilishini aytib o'tgan. Bu qo'shiqni har kun ichimizda xirgoya qilamiz. Bu qo'shiq hozirgi til bilan aytganda hit qo'shiq. Hit bo'lganda ham sezoni o'tmaydigan hit, deydi Siddiq Mahmudovning muxlisi. Majnuntol qo'shig'i ilk aytilgan kunda qo'shiqchi Siddiq Mahmudov bilan birga bo'lgan Turg'unali Oripov bu qo'shiq il og'ziga tushishini darhol sezganini eslaydi. Avvaliga Sheralining qo'shiqlariga taqlid qilib yurgan hofiz bu qo'shiqda o'zini topganday bo'ldi. Matn va ohang shu qadar uyg'un ediki, men buni so'z bilan ta'riflay olmayman. Holbuki qo'shiq yaralganiga 15 yildan oshdi, deydi Turg'unali aka. Qo'shiqdagi endi qayta uchrashmaymiz, kutma jonim misralari bugun real ma'no kasb qilganday tuyuladi. Vodiy san'atkorlarini yaxshi bilgan Turg'unali Oripov bu fikrga falsafiy yondashadi. Og'injon Madaliyev o'lganida ham shunaqa deyishdi. Qo'shiqlarida ketaman degan jumlalar ko'p deyishdi. Mahmudovni mashhur qilgan qo'shiqda ham endi qayta uchrashmaymiz degan misralar bor.
Rahmatli elimiz suygan xonanda Siddiq Mahmudovning Majnuntol qo'shig'ini juda ko'p xonandalarimiz kuylab o'tishdi. Uchala qizidan biri Shahlo Mahmudova otasining izidan borishni tanladi. Hozirgi kunda Shahlo Mahmudova xonandalik bilan shug'ullanib kelmoqda. Kanalimizni kuzatishda davom eting. Dasturlarimiz sizga ma'qul kelayotgan bo'lsa, like bosishni unutmang.